Zo'rmi? Yengil. Voy Allohim. Qanchalik yengil? Zo'r, super. Ben oldin bir yil, 3 yil, 4 yil Ular nafas olmagan. Qavashchi nafas olmagan. Seryozni gap. Juda ham seryozni ancha yildan beri qiynalardim bu narsa bo'yicha. Juda ham o'sha oxiri yetib kelgandi. Hozir seryozni normalniy, men o'zini ishlarini juda ham mutaxassis ekan. Boshqa gapim yo'q, zo'r. Kelinglar, qilinglar. Bo'ldi, mana shu narsa. Ko'pincha burunga dori sepib yurgan odamlar burnini yaxshi nafas olmaganlar buni qadrini biladi. Boshdan o'tgan odam o'zlari gapirib beryaptilar. Ya'ni umuman bunaqa nafas olmaganlar 3 yil, 4 yildan beri. Hozir yengil nafas, hech qanaqa to'siq yo'q, burun to'siq tekis va eng asosiysi kuydirmaganmiz chanoq, turbina plastika bilan bajarganmiz. Operatsiya juda ham yengil o'tdi. Men даже sezganim ham yo'q. Operatsiya bo'lganimni sразу o'sha ertasi kuni menga uyga javob berib yuborishdi. Mana bir haftadan keyin yana keldim qabullariga. Hozirda nafas olishim juda ham yengil, juda ham zo'r. Oldin bu juda ham qiynalardim nafas olishimga. Hozirda ahvolim juda ham zo'r. Men kattakon rahmat aytaman Shuhrat akaga. Nafas olishimda muammolar yo'q hozir.